Assalomu alaykum, bizni kuzatib turganlar. Navbatdagi turimiz Farg'ona viloyati Rishton tumani Bo'jay MFga qo'yildi. Ko'rishlaringiz mumkin. Isoxon qora akamizni yangi kottejlariga bu yoq 150 kvadrat pasi, tepasi ham 150 kvadrat, 300 kvadrat joy. Endi bu yog'ini bizga xonadonlari, bu yog'im 150 kvadrat joyga qo'yildi. 10 ta, 12 ta radiator bor. Bu yoqda ham xuddi shunday. Общий 24 tane 25 tane radiator qo'yilgan. 2 etajli uy. Bu yoqqa 30 kilovatli premium klassdagi Pro Max katovimiz qo'yildi. Ko'rishlaringiz mumkin. İçinde ham 6 ta teplanmalik bor, 3 metr masofada yurib chiqib ketadi. Bu yoqda ham 3 metr masofa bor. 6 ta papka. Issiqlik общий 6 metr joydan yurib keyin chiqib ketadi. Kimga shunday aqlli katalogga bo'lsa, quyidagi nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. Ustakalarimiz montajlari chiroyli o'rnatishib qo'yishibdi kesak. Kollektor yig'ishgan. Podachasi. Chiroyli qilishib. Dalillarimiz 2 dan sal oshibdi. Tokimiz 247 kiryapti, 220 chiqaryapti. 70 ga qo'ydik. 79 gradusda hozir ko'rsatyapti. Xullas aloqaga chiqib olasizlar, like, podpiska, kommentariya yozinglar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.